O'zlarini kasb bayramlarini nishonlayotgan do'stlarimiz ham, hamyurtlarimiz ham bor. Bilasizmi? Bugun Butunjahon akkreditatsiya kuni. Ushbu sana bilan soha mutaxassislarini tabriklab qolamiz va studiyamizda O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi direktori o'rinbosari Shahnoza Yo'ldashevani taklif qilamiz. Marhamat Shahnoza xonim, sizning studiyaga taklif qilamiz. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Keling. Joylashib oling. Xush ko'rdik. Salom Toshkentda. Rahmat. Eng avvalo tomoshabinlar bilan salomlashib olsangiz, choydan olib. Rahmat. Hammaga alangali salom. Havomiz bugun sal xafaroq bo'lsa ham, lekin biz kayfiyatimiz juda ham a'lo. Shuning uchun hammaga alangali salom. Albatta. Bu havo sizning kayfiyatingizga aslo ta'sir qilish kerak emas. Albatta. Biz ham tomoshabinlarimizga yuqori kayfiyat taqdim etishimiz kerak. Xo'sh, bugun mana shu kasb bayramini nishonlayotgan hamkasblaringizni albatta chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Akkreditatsiya markazi umuman olganda vazifalar nima, shuni ham bir oydinlashtirib ketsak, agar imkon bo'lsa. Birinchi bor men o'zimning kasbdoshlarim umuman akkreditatsiya faoliyatida shug'ullanuvchilar hammasini ushbu bayram bilan chin qalbdan tabriklamoqchiman. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi, akkreditatsiya o'zi nima, kim nima ish qiladi degan. Bu aslida akkreditatsiya bu ishonch. Italyancha so'z accredodan bir asosi kelgan. Biz muvofiqni baholash degan bir faoliyat turi bor. Ularni qanchalik vakolatliligini, ya'ni qanchalik o'sha ishni fazilatli qilish imkoni borligini tekshirib beramiz. Bu endi oddiy til bilan aytganda tekshiruvchini tekshirish degan ma'nodagi ish, lekin bu ko'proq shaxslarni, ya'ni bizning mutaxassislarimiz aql idroki, yillik tajribasiga asoslangan bo'ladi. Mana shu akkreditatsiya. Yaxshi, albatta. Bu borada izlanishlar qanday bo'lyapti? Yangiliklar bormi? Akkreditatsiya faoliyatini o'zi juda ham keng qirrali. Birinchi o'rinda akkreditatsiya faqat biz mahsulot, ko'proq hamma e'tiborga bergan bo'lsa kerak, mahsulot xavfsizligi degan mavzular ko'p ochiladi. Ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyada umuman hammamiz mahsulotimiz xavfsiz bo'lsin, yegan ichgan mahsulotlarimiz har doim bizga hech qanaqangi salbiy ta'sir ko'rsatmasin degan ma'noda. Bu ya'ni bizning akkreditatsiya faoliyatining bir elementi, lekin akkreditatsiya bundan tashqari ijtimoiy sohada ham o'zini o'rnini egallagan bu laboratoriyalar, ya'ni tibbiy tashxis laboratoriya akkreditatsiyasi degan yo'nalish ham bor. Ya'niki biz oddiy qilib aytganda istamamiz ko'tarilganda yoki aytaylik bir holatimiz o'zgarganda laboratoriyalarga murojaat qilamizda, va biz undan qanaqadir natija kutib qolamiz. Ana o'sha natijani to'g'ri bo'lishi tashqi tarafdan baholanish orqali amalga oshiriladi. Bu ham akkreditatsiya faoliyati. Xo'sh, yana nima qiladi akkreditatsiya desa, hozirgi eng yangi yo'nalish bu issiqxona gaz ajratmalari. Bu ham bu issiqxona nima deydi, bu yilgi yil yashil nima deydi, iqtisodiyot yili bag'ishlangan bo'lsa, u ham o'sha ekologik ta'sirlarni kamaytirish uchun harakat qilgan bir faoliyat turi hisoblanadi. Endi bu ko'proq ishlab chiqarish sanoatdagi ta'sirini kamaytirishga yo'naltirilgan, aytaylik meditsina, bu tibbiyotda, bu ijtimoiy sohada va mana mahsulot xavfsizligi umuman bu iqtisodiyot yo'nalishida. Ya'niki biz juda ham keng qirrali faoliyat ko'rsatgan bir yo'nalish turimiz. Juda yaxshi, juda yaxshi. Xo'sh, bizda hozir qo'ng'iroq bor ekan, ularga ham javob berib yuborsak, uzoq kutmasinlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni? Menimcha aloqa sal pam berdi. Hattan hech qisi yo'q, siz qayta qo'ng'iroq qilib ko'ring, balki yana qaytib tusharsiz. Biz esa davom ettiramiz. Shunday. Xo'sh, biz esa dasturni davom ettiramiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda akkreditatsiya markazining yaqin 5 yillik strategiyasi qanday ustuvor yo'nalishlar bilan belgilangan? Yo'nalishlari bormi? Maqsadlari qanday? Albatta, usiz ilojisi yo'q, chunki mana biz har kuni ertalab tongda turganda bugun kun davomida nima qilamiz degan savolga javob beramiz. Faoliyatim har qanaqasiga 1 yillik, 5 yillik, vaholanki 10 yillikgacha bo'lgan qanaqadir prognozlarni ishlash kerak. Biz ham xuddi shu yo'nalishda, ya'ni nima qilamiz ertaga degan savol uchun ham harakatlarimiz bor. Birinchi o'rinda xalqaro miqyosda tan olish tizimi degan bir endi bizning faoliyatga tegishli bo'lgan infrastruktura deyiladi, yuritiladi. Biz o'sha sohada tan olingan akkreditatsiya sohalarini 14 taga yetkazmoqchimiz. Bugungi kunda O'zbekistonda bu 10 ta. 10 ta. Qaysilar? Xo'p,
sanab o'tsam, bu mahsulotlarni sinash, o'lchash vositalarini kalibrlash. Ya'ni mana uylaringda bo'lsa kerak, ya'ni suvlarni, счетчик deyiladi, ya'ni hisoblagichlar, ularni hisoblashini o'zi, ya'ni kalibrlashni o'zi xalqaro tizim asosida, ya'ni eng oddiy qilib aytayotganim. Keyin eshitgan bo'lsanglar kerak, mahsulotlar sertifikatlangan deydi. Misol uchun 9001, 14001 degan har xil xalqaro standartlar bor. O'shalar yo'nalishlaridagi tan olish yo'nalishlari mana yangi hozirgina aytib o'tdim, meditsina sohasida bu kelajakda boriladigan ish, ya'ni 2026-yilga qo'yilgan maqsad. Shular yo'nalishlar hozircha biz O'zbekiston uchun bu 10 ta yo'nalish, endi biz kelajakda shuni 14 taga olib chiqmoqchimiz. Xalqaro miqyosda. Endi bu asli nima deganda, akkreditatsiya faoliyatining o'zi O'zbekistonniki bugungi holati bo'yicha dunyo bo'yicha 39-o'rinda turadi. 185 ta davlatdan. 185 ta davlatdan 39-o'rinda turadi. Bu nima o'zi degani, demakki bizning faoliyatimiz yuqori rivojlangan davlatlar, aytaylik Xitoy, aytaylik Germaniya, aytaylik AQSh davlatlari bilan juda ham yaqin, Koreya bilan juda ham yaqin intervalda biz faollik ko'rsatamiz. Ya'ni bizning faoliyatimiz ular bilan deyarli bir xil. Ana o'shani anglatadi. Xo'p, xalqaro hamkorlik haqida gap ochdingizda. Xo'sh, O'zbekistonning qaysi davlatlar bilan akkreditatsiya sohalarida hamkorlik qilsa, yana ham rivojlanadi deb o'ylaysiz? Markazni o'zi, O'zbekiston akkreditatsiya markazining o'zi bugungi kunda 10 dan oshiq davlatlar bilan faoliyat, ya'ni hamkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan bo'lsa, endi biz hali kelajakda yana faoliyat turini kengaytirmoqchimiz. Biz yangida mana Xitoy bilan, chunki eng yaxshi O'zbekiston uchun bu savdo yo'nalishidagi hamkori. Yana kelajakda bo'ladigan yo'nalishlarimiz bu Ozarbayjon bilan, bu ham yaxshi iqtisodiy nuqtai nazardan, Germaniya bilan, bu ham eng katta rivojlangan iqtisodiy nuqtai nazardan yaxshi o'zini ko'rsatkichlariga ega bo'lgan davlatlardan, ayni shular bilan biz hamkorlik yo'lga qo'yishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, nega bular, nega boshqalar emas? Negaki ayni bu sohada ular juda ham yetuk. Endi bizning holatimiz uchun biz hali bekorga aytmadim, 39-o'rindamiz. Demak, biz o'zimizdan yuqoriroqlar bilan harakat qilishimiz kerak, pastliklar bilan emas. 39 ga qolib ketish kerak emas. Yo'q, albatta, yo'q, albatta. Birga Qachon ko'tarilamiz, mayli. Yaxshi gap bor, bugun kech bo'ldi, ertaga degan. Nima kerak bo'ladi bizga? Bizga ko'proq bu narsa bizning oldimizga qo'ygan maqsad 2026-yilga belgilangan. Nima uchun desangiz, bu ma'lum bir mutaxassislarning malakasi, umuman respublika bo'yicha faoliyat hammasini xalqaro talab darajasiga olib chiqish kerak. Buning uchun bu bir kunlik ish emas, chunki biz mutaxassislar tayyorlashimiz kerak, o'qitishimiz kerak, umuman tayyorgarlik ishlarini ko'rishimiz kerak. Hammasiga vaqt kerak. Juda yaxshi. Xo'sh, akkreditatsiya jarayonlarining shaffofligini ta'minlashda qanday choralar ko'riladi? Ana shularni ham aytib o'tsangiz. Deylik, monopoliya yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda tanish-bilishchiliklar o'tmaydimi? Mana shularni ham oydinlashtirib ketsak. Juda ham o'rinli savol. Chunki bizga ko'proq yuridik shaxslar, ya'ni tashkilotlar murojaat qilishadi. Biz fuqarolar bilan, ya'ni bizning faoliyatimiz asli fuqarolar bilan juda kam munosabatda bo'lamiz. Ko'proq bu endi xavfsizlik nuqtai nazaridan, mahsulot xavfsizligi bo'lgandan keyin sinov laboratoriyalari, tashkilotlar, sertifikatlashtirish idoralari bo'lishi mumkin. O'zbekiston akkreditatsiya markazining rasmiy veb-sayti bor, akkredit.uz. Umuman o'sha jarayondagi hamma tegishli ma'lumotlar ochiqchasiga, ketma-ketlik, shaffof ko'rinadi. Ya'ni siz buyurtma berishingizdan natijaga olgunizcha bo'lgan har bitta jarayonni yozma ko'rinishi hammasi siz oldindan bilasiz. Endi yana qizig'i joyi bor, ya'ni bu hamma uchun ham bir anaqa bo'lsa kerak. Xohlagan o'sha bizlardan foydalanmoqchi bo'lgan xizmat turi haqida ma'lumotni kiritsangiz, sizga necha pulga tushishligi haqida elektron hisoblagich bizning veb-saytimizga qo'yilganda, uni shunaqa hisob olishingiz mumkin. Ayni hisoblash metodologiyasini biz o'zimiz ichki tarafdan ham xuddi shunday foydalanamiz. Ya'niki siz qiziqib, menga akkreditatsiya necha pulga tushadi deb ma'lumotni kiritsangiz, sizga narx beriladi. Xuddi shu ma'lumot ertaga bizga rasmiy buyurtma kelganda, xuddi shu hisoblash orqali shu buyurtmani manmuncha pulga hisoblashi amalga oshadi. Ya'niki bitta metod ochiqchasiga amalga oshiriladi. Narx o'zgarib qolmaydi-da. Yo'q. Ya'ni hisoblash metodiga hammasi ochiq. Va bu onlayn tarzda olib boradi. Hech qanaqa bu yerda inson omili yo'q. Bu hammasi formulalar bilan, hammasi rasmiy veb-sayt orqali amalga oshiriladi.
yerda inson omili umuman ishtirok etmaydi. Yaxshi. Endi har xil savollar bo'lishi mumkin, Albatta. tanish-bilishchilikka yoki bo'lmasa qandaydir shubhalar bo'lsa, o'zi mana shubhalarni bartaraf etishimiz kerak edi. To'g'rimi, Shahriyar? Albatta. Xo'sh, O'zbekistonda akkreditatsiya mutaxassislarini tayyorlash tizimi qanday holatda? Mana shularga ham oydinlik kirib ketsak, nima deysiz? Albatta. Men boshida aytgandim, akkreditatsiya faoliyati aslida inson aql idroki bilan bog'liqdir. Bizni kuchimiz, ya'ni akkreditatsiya markazining kuchi, salohiyati bizda tilimizda baholovchi va texnik ekspertlar deyiladi, ularning bilim saviyasiga bog'liq. Ya'niki biz baholashga borganda aytaylik, laboratoriyani faoliyatini baholash uchun bizning mutaxassisimiz baholovchi faoliyatiga yuqori saviyada bo'lishi kerak. Ya'niki biz ularni o'qitgan, xalqaro talabni bilgan va to'g'ri baho bera oladigan bir aql idrokka ega bo'lish kerak. Ayni shu qiyosda biz hali boshdan aytib o'tdim, akkreditatsiya faoliyati yo'nalishidagi mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha Xitoy, Germaniya bilan biz hamkorlikda ishlaymiz. Bu yil davomida bo'linadigan faoliyat turi. Eng qizig'i mana yana ikkinchi masala shu raqamlashtirishga qaytamiz. Umuman o'qish jarayonlari markazning veb-sayti orqali hozir elektron tizim orqali ham bajarish yo'lga qo'yilgan. Ya'niki xohlasangiz o'qib o'rganib olishingiz mumkin. Mana ma'lumotlar juda qiziq. Ushbu ma'lumotlarni ketma-ketligini biz yana reklamadan keyin tinglaymiz. Qaynoq kunda muzdek malaka. Ko'ra. Bozordan hammasini oldingizmi? Humans. Kreditchi? Kreditni to'ladingizmi? Humans. Yordam beramizmi? Humans. O'zingizga mahsulot sotib oldingiz, muhtojlarga yordam bering. Humans, aqllilar uchun har kuniga. Wildberries'da sizni qiziqtirgan hamma narsa bor. Millionlab tovarlar, original brendlar va foydali narxlar. Wildberries'da sevgan narsalaringizga buyurtma bering. Shirin iste'molchilarning birinchi raqamli tanlovidir. Tekshirib ko'ramizmi? Shirin? Shirin, har bir uyda shirin. Wildberries'da siz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Millionlab tovarlar, original brendlar, foydali narxlar va to'lov yetkazib berish paytida. Wildberries'da o'zingiz sevgan hamma narsaga buyurtma bering. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Xo'sh, qadrli teletomoshabinlar, biz dasturni davom ettiramiz. Bizda esa hozir qo'ng'iroq bor. Ana shu qo'ng'iroqni amalga oshirsak, albatta yurtdoshimizni tabriklarini tinglasak yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishib olsak, ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Anora Bizotda telefon qilyapman. Xo'sh, sizda tabrik bormi? Ha, tabrik bor. Marhamat. Buvijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan iloji yuzlariga kirib yuring. Hech qachon kasal bo'lmang. Dunyo turguncha turing buvijon. Yashang. Rahmat sizga kattakon. Albatta buvijoningizga bu tabriklar yetib bordi degan umiddamiz. Sizga ham rahmat qo'ng'iroq uchun. Albatta buvijoningiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Buvijoningizni duolarni ko'p olib yurish sizga ham nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'ylaymizki yana qo'ng'iroq qilasiz, faol bo'linglar. Albatta. Xo'sh, biz esa dasturni davom ettirsak, azizlar. Xo'p, yana bir savol qiziqtiryapti-da. Mana shu tashkilotga yangi bir xodimni ishga qabul qilmoqchi bo'lsangiz, qanday mezonlar bilan qabul qilasiz? Deylik, ularni tajribasi bilanmi yoki bo'lmasa qandaydir salohiyati yoki bo'lmasa o'ziga xos qonun qoidalari bormi? Albatta bor. Yana bir bor qaytaraman. Biz ishga qabul qilish bu nafaqat ishga, balki baholovchi sifatida biz ularni jalb qilmoqchi bo'lsak ham, bizda mezonlar bor. Bu mezonlar hammasi aslida markaz tomonidan ishlab chiqilmagan, bu xalqaro talab. Chunki bizning faoliyatimiz xalqaro tashkilotlar tomonidan baholanadi. Hali bekorga aytmadim, nega bizda 39-o'rin, ana shu 39-o'rin xalqaro tashkilotlar tomonidan baholash natijasida shu o'rin belgilangan. Ya'ni biz faoliyatimiz natijasi berilgan mezonlarga javob berganligi natijasida. Endi xo'sh, ishga qabul qilganda qanaqa bo'ladi? Demakki, o'sha umumiy berilgan mezonlar xodimga ham tegishli. Ya'ni bu protsessni, ya'ni jarayonni o'zi
bizani yana qaytaman veb-saytimizda ochiq joylashgan. Chunki u hammasi ochiq. Xohlaganlar, ya'ni ko'proq endi qaysi sohada degan bo'lishi mumkin. Bizga ko'proq kimyo, biologiya, injener, texnologiya, ya'ni aniq fanlar yo'nalishi, chunki mahsulot xavfsizligi, yana bir qaytaraman yoki bo'lmasa o'sha tibbiyot yo'nalishidagi xavfsizlik nuqtai nazaridan bizga shu sohaning egalari kerak bo'ladi. Ayni shularga bo'lgan talablar ochiq joylashtirilgan va undan foydalanib bizga ochiqchasiga murojaat qilishligi mumkin. Mutaxassislarni topishda qiynalmaysizlarmi? Bu juda ham og'ir mavzu, chunki bizda har doim mutaxassis yetishmasligi juda ham dolzarb. Chunki ayrim sohalar borki, sizga juda ham tor doirada mutaxassis kerak bo'ladi. Oddiy misol, biz hammamiz suv ichamiz, to'g'rimi? Suvni tarkibida og'ir metal bo'lishi mumkin, ya'ni bu zararli metallar. Uni qanchalik tarkibini aniqlab, bu ximik biologlar bo'ladi. Uni qanchalik talabga muvofiq yoki nomuvofiqligini tekshirish jarayonida o'zini xulosa berishligi kerak. Bizga shunaqangi mutaxassislar kerak bo'ladi. Endi xuddi shu ahvolda aytaylik, hozir juda ham qurilish rivojlangan, qurilish sohasidagi xavfsizlik talablarini biluvchi mutaxassis kerak. Demak, juda ham tor doirada mutaxassislarga biz har doim ham nima deydi, biz uchun ular ehtiyojimiz bor. Tushunarli. Agar akkreditatsiya to'g'risidagi eng katta muammoni aytib ber deganda, siz qaysi muammoni tashabbus bilan olib chiqardingiz? Bizni oldimizga qo'ygan maqsadimizga tezroq yetishimiz uchun bizga ko'proq mutaxassis kerak. Oddiy. Mutaxassislar borasida, to'g'rimi? Endi bu faqat akkreditatsiya nuqtai nazaridan emas. Bu iqtisodiyot rivojlanishi bilan mutaxassisga bo'lgan talab ham oshib boradi. Biz ham bir iqtisodiyotda bir bo'lagi desak, biz ham o'sha hamma bilan birga shu mutaxassisga bo'lgan talabimiz ortib bormoqda. Xo'p, deylik endi aksi bo'lsa, yutuqlarni aytib ber degan bo'lsa, sizga qaysi yutuqlarni sanab bering? Mayli, 3 tasini sanab bering. Eng yaxshi, siz faxrlanadigan, siz eshitganingizda xursand bo'ladigan yutuqlar. Birinchisi, o'zi akkreditatsiya faoliyatini o'zi O'zbekiston Respublikasida bunaqa shakllanmagan edi. Bundan 5 yil oldin. Bor edi ayrim ko'rinishlarda, lekin tizimda shunaqadan shakllandiki, mana boshqa davlatlar 3 yildan 5 yildan 8 yilgacha bo'lgan davrda tizimni shakllantirib xalqaro e'tirofga erishgan bo'lsa, bizning markaz shu narsani 3 yilda erishdi. Bu juda ko'p joyda ham keng e'tirof etilgan, bizga mutaxassislar, o'zi chet ellik mutaxassislar savol bergan, qanaqa qilib bu narsaga erishdinglar? Bu birinchi o'rinda bizni o'sha hamkasblarimiz o'rtasidagi bu shunaqangi kuchli jamoadagi ishlash maqsadi. Kuchli jamoa, men bundan juda ham faxrlanman. Yana aytib o'tgandek, o'sha 3 yil davomida e'tirofga erishish bu. Uchinchisi, bizni o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadni qo'ya olishimiz va unga erishish uchun yo'lni tanlay olish. Ya'ni biz o'zimizga o'zimiz xolisona baho berib, oldimizga maqsad qo'yish uchun intiluvchi bir jamoamiz. Ya'ni biz ingliz tilida agar to'g'ri bo'lsa comprehensive deyiladi, ya'ni to'laqonli bo'lgan bir guruh sifatida shakllanganlik. Ya'ni bu ham aslida yutuq, chunki siz hech qachon ertaga nima qilsam ekan degan bir anaqa o'yinda yurmaysiz, o'y xayolda-da, lekin sizda birinchi qadam, ikkinchi, uchinchi va 10-chi qadamingiz reja doim bor. Juda yaxshi. Xo'sh, yana bir savol tug'ilyapti-da, mana akkreditatsiya muassasasi, markazi, deylik, nazoratchi emas, balki hamkor degan fikrga siz qanday qaraysiz? Hamkor bo'lish kerak degan fikrga. Ko'proq nazorat, to'ppa-to'g'ri, nazoratchi bo'lish kerak emas, chunki akkreditatsiya faoliyati bu nazorat qilishdan juda ham yiroq. Bu baholovchi. Baholovchi. Ha. Agar oddiy mana maktabda o'qigan bo'lsangiz, o'qituvchi sizga 3 ham baho beradi, 5 ham baho beradi, to'g'rimi? Xolis baholovchi. Ha, baho beradi. Lekin aytaylik, o'quvchi 3 baho olib, ertaga men hali yaxshilashim uchun 4dan 5ga chiqishi mumkin-ku. Lekin bu degani o'quvchi yomon emas, prosta olingan natija xuddi o'sha. Ya'ni bu yerda nazorat ko'proq jazo berish nuqtai nazaridan qaraladi. Biz hech qachon jazo bermaymiz. Biz bahoni, ya'ni kamchilik aytib, keyin ulardan tuzatishni kutib qolamiz. Xo'p, bugungi kunda shu markaz, akkreditatsiya markazini baholaridan aholi rozimi, mamnunmi? To'g'ri qabul qilyaptimi? Ularning faoliyatini to'g'ri tushunyaptimi degan savollar ham o'z-o'zidan kelyapti-da. To'g'ri, endi men boshida ham aytdim, bizning ko'proq aholi bilan emasda, ko'proq tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik ko'proq mana shu bizning hali sifat info tuzilmasi degan bir tushunchamiz bor. Men unga vaqt bo'lganda yana bir to'xtalib o'taman. O'sha ishtirokchilar bilan bizning munosabatimiz. Endi ko'pchilik hollarda
talabni tushunmaslik nuqtai nazaridan, ya'ni ma'lumotga ega bo'lmaslik nuqtai nazaridan salbiy munosabat bildiriladi. Ya'ni siz xalqaro talab nimaligiga, mohiyatiga yetmasdan turib, yo'q, menga ko'proq aytaylik salbiyimizga baho berdingiz, kamchiliklarimiz unaqa emas edi degan bir tushuncha paydo bo'ladi-da. Vaholanki, agarki siz talabni yaxshi o'rganganingizda, shu salbiy kamchiliklar ham balki yuzaga kelmas edi. Ya'ni bu har doim tarozining ikki pallasida. Bizda ko'proq ma'lumot yetishmaganlik nuqtai nazaridan shunaqangi kamchiliklar yuzaga keladi. Shundan keyin shu nima deydi, salbiy fikr yuzaga keladi. Sizlarga tadbirkorlarni o'zlari murojaat qilishadimi yoki sizlar tadbirkorlar topasizlar? Aksincha, ya'ni laboratoriyalar, ya'ni mahsulot sifat xavfsizligi bo'yicha shug'ullanuvchi laboratoriyalar, sertifikatlash idoralari bizga murojaat qilishadi. Tushunarli. Xo'sh, siz mana hozirgi kunda rahbarsiz, O'rmonov rahbarlik faoliyatini yurityapsiz. Mana shu jamoada sog'lom muhitni saqlab qolishda qanday bir ishlarni va albatta tashabbuslarni olib chiqyapsiz jamoa uchun? To'g'ri, chunki rahbarlik uchun faqat u nima deydi, yuk birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda bu o'ziga yarasha jamoa bilan ishlash, aytaylik, qo'ygan maqsadingiz bo'lishi kerak. Ya'ni hammaning o'ziga yarasha usullari bor. Meni o'zimni shaxsiy munosabatim har doim guruh bilan birga ochiqchasiga munosabat, ya'ni dialog qo'yish. Bu nima uchun yordam beradi? Hamma bir-birini to'g'ri tushunib olish kerak. Bu jamoadagi kimnidir kamchiligini boshqa odam yopishi yoki bir vaqtning o'zida kimnidir yutug'ini boshqa odam to'g'ri qabul qilishga yordam beradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz o'zimiz juda ko'p markaz bilan ham shunaqa qilamizki, har doim tug'ilgan kunlarda har doim hamma bir-birini tabriklaydi. Boshdan oxirigacha hech kim qolib ketmaydi. Bu qanaqadir shaxsga nisbatan bo'lgan e'tibor. Ya'ni jamoa faqat ishchi emas, bu shaxs va unga har doim e'tibor berilishi kerak. Tug'ilgan kunini nishonlayotganda ta'tilda bo'lib qolsa-chi? Yo'q, nimaga? Telefon yo'q, qo'ng'iroq orqali. Endi bu nishonlash qaysi ma'noda? Har doim bir og'iz iliq so'z bilan o'sha shaxsga tug'ilgan kuning muborak bo'lsin degan gapni o'zini aytish, o'ziga yarasha e'tiborni va u faqat jamoada qanaqadir mutaxassis ishchi emas, buni bir o'rni borligini bildiradi. To'g'ri, chunki yoz fasli mening tug'ilgan kunim, bilasiz. Va o'qishda o'qiyotganimizda yodimda yil davomida hammani tabriklab chiqilardi, hammaga pul yig'ilardi. Men yozgi ta'tilga chiqib ketardik. Meni tug'ilgan kunim yozgi ta'tilda, iyul oyida. Bo'ldi, shu bilan o'tib ketardi. Hech kim tabriklamasdi. Keyin yana o'qish boshlanganda yana hammani tabriklardik edi. Keyin yana yozga chiqardik. Bizda ham shunday holatlar kuzatilardi, afsuski. Xo'sh, mana bugun bayram, kasb bayrami. Xo'sh, jamoada, markazda qanday nishonlanadi bu bayram? Nishonlandi. Nishonlandimi? Nishonlandi. Qanday nishonlandi? Birinchi o'rtalab hammamiz yig'ildikda, biz tort zakaz qilgandik. Ya'ni tortimiz bor edi, buyurtma tort. Uzrman bu yerda rasmini ko'rsata olmayman, lekin O'zbekiston akkreditatsiya markazida logosi bilan birga bu yilgi O'zbekiston umuman xalqaro akkreditatsiya kuni o'zining lozungi bor. Endi bu xalqaro miqyosda belgilangan, bu kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash degan. O'sha lozungini aks ettirgan tortimiz bor edi. Ya'ni bu ham nima deydi? Ham bayram, ham mana ruschasiga приятный anaqa bilan deydi-yu, yoqimli ishtaha bilan deganda hammasi birgalikda bo'ldi. Juda yaxshi. Menimcha jamoadoshlar juda xursand bo'lsa kerak. Qaysi ma'noda bugun kasb bayrami, to'g'rimi? Kasb bayramida mana shunday xursandchilik bo'lishi tabiiy holat. Ayniqsa bu yozda mana shunday yaxshi bir fayzli kunlarga to'g'ri keldi va olganda sizga ijodiy muvaffaqiyatlar tilab qolamiz ishingizga. Yaxshi bir ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz-da. Mana yuqorida xalqaro yo'nalishlar haqida aytdingiz, hamkorliklar haqida aytdingizda. O'zi tajriba almashishlar ham bo'ladimi? O'sha markazdagi akkreditatsiya xodimlarini deylik xorijga o'qishga ham yuborib turasizlarmi? Albatta, bu siz imkonsiz, chunki agar chetdan qandaydir ma'lumot olmasangiz, siz u ma'lumotni joriy qila olmaysiz. Kimdandir har doim nimadir o'rganish kerak. Albatta. Xo'p, hozirgi oldimizga shu bugun ko'rgan avgust oyida biz 5 kishini Xitoyga tajriba almashish uchun yuboramiz. Bu kelajakda bo'ladigan ish. Koreyaga yuborganmiz. Koreya akkreditatsiya idorasi bilan malaka almashish uchun, ya'ni xodimlarimiz bor o'qib kelgan. Hindistonga yuborganmiz. Bu har doimgi jarayon. Bizga ham kelib turishadimi?
Albatta. Ulardan ham Albatta kelishadi. Bu yillar har yili biz o'zimizga dastur tuzamiz. Dastur bo'yicha biz bir xil tashkilotlar bilan yillab davomida bu tayyorgarlik ishlari ko'rinadi. Misol uchun Germaniya bilan ko'p misol keltiryapman. Germaniya bilan ishlashda biz 1 yil oldin kelishuvga erishganmiz. Chunki u mutaxassisni vaqtini ajratib O'zbekistonga kelish uchun 1 yil davomida vaqt ketgan. Xuddi shu aytaylik Koreya bilan ham ularning mutaxassisini O'zbekistonga olib kelish uchun ham 1 yil davomida muzokara, har bitta kunni boshlanishidan oxirigacha nima bilan band bo'lishni hammasi belgilangan tartib bilan ishlanishi kerak. Buni hammasini tayyorgarlik ko'rib, bu bilan kelishguncha vaqt ko'p juda ketadi, lekin biz har doim shuni bajaramiz. Juda yaxshi. Bugungi kunda mana juda ham bir ko'p sohalarda foydalanilyapti bizning ham sohamizda sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt akkreditatsiya jarayonlarida qanday yo'nalishlarni o'ziga qamrab olishi mumkin yoki bo'lmasa sun'iy intellektni qanday yo'nalishlarda qo'llash mumkin? Bu siz menimcha kelajagini ham tasavvur qilib bo'lmaydi. Sun'iy intellekt akkreditatsiya uchun ham kerak. Ya'ni akkreditatsiya sun'iy intellektdan ham foydalanadi. Bu anaqaroq bo'lishi mumkin, lekin bizda axborot platformamiz bor, e-akkreditatsiya degan. Unda butun jarayon hali boshida aytib o'tdim, raqamlashtirilgan. Ya'ni olingan ma'lumotlarni, yig'ilgan ma'lumotlarni uni tahlil qilib, natija yetkazib berish bu sun'iy intellektning vazifasi. Biz aynan u narsa bizning tizimda joriy qilingan. Bu mahalliy, ya'ni milliy akkreditatsiya tizimi, ya'ni bizning faoliyat doirasida qilinayotgan. Endi umuman akkreditatsiya faoliyatidan tashqarida sun'iy intellekt qanaqa qiladi, sizlar qanaqa ishtirokchilar degan savol tug'ilishi mumkin. 2 yil oldin Dubayda yig'ilish bo'lganda aynan shu masalada Dubay politsiyasi o'ziga sun'iy intellekt joriy qilgan. Akkreditatsiya betini qanaqa ishtirok etyapti deganda, sun'iy intellekt tizimini boshqarishni, ya'ni boshqaruv tizimi, ya'ni sun'iy intellektni boshqaruv tizimi xalqaro standartga asoslangan. Aynan shu tizimni akkreditatsiya qilingan baholash idorasi sertifikatlashtirilgan, ya'niki umuman tizimni o'zi xalqaro talabga muvofiqligini akkreditatsiyadan o'tgan idora baholab bergan. Ya'ni bu zanjir. Ana o'sha zanjirda ham akkreditatsiya ishtirok etadi. Ya'niki siz qanaqadir sun'iy intellektdan foydalanish tizimini joriy qilsangiz, u xalqaro talabga joriy etilganligini tahlil qilib, uni muvofiq-nomuvofiqligini aynan shu tizim akkreditatsiya orqali siz uni tasdiqlaysiz. To'g'ri, juda ham ketma-ketlari uzun, lekin bu ham bir tizim to'g'ri ishlayaptimi, foydalimi, qanaqadir inson omiliga, ya'ni salbiy ta'siri yo'qmi degan savollarga, ya'ni etik savollarga shu orqali javob topish mumkin. Xo'sh, yuqorida aytib o'tdingiz, mana akkreditatsiya onlayn tarzda ham bemalol to'ldirish mumkin. Umuman olganda, bugun O'zbekistonda 100% o'tildimi mana shunday raqamli tizimga, akkreditatsiya onlayn tarziga? Tizimni o'zi, akkreditatsiyani o'zi ma'lumot berilish, ya'ni akkreditatsiya faoliyati natijasini berish, ya'ni aholiga, biz uchun manfaatdor taraf degan so'z ishlatiladi. Uzatish har doim bizda tashkil qilingan, ya'ni 2018-yildan beri bu elektron tarzda yuborilar edi, ya'ni taqdim qilinadi, ya'ni veb-sayt orqali. Endi bu hozir 100% raqamlashtirilgan holda ma'lumotlar taqdim qilinadi. Ya'ni siz 100% ya'ni siz xohlagan vaqtingizda bizning veb-saytimiz orqali kim qachon nimadan akkreditatsiyadan o'tgan degan savolga shunda uyg'onganingizdan keyin veb-saytga kirsangiz topib qolasiz. Yashang, rahmat. Hamma ma'lumotlar veb-saytda bor. Veb-saytda bor ekan. Ma'lumotlar faqat veb-saytda bor. Shu. Endi ochiqlik bo'lsa, iltimos veb-saytga beringlar. Bor-da endi, nima deysiz? Zo'r. Albatta bugun yaxshi bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizga alohida minnatdorchiligimizni yo'llab qolamiz. Albatta bugungi kasb bayramingiz bilan yana bir bora chin qalbimizdan muborakbod. Kasbdoshlaringizni ham tabriklab qo'ying. Albatta. Qoling. Rahmat. Avgust oyida o'sha xorijga yuborayotgan o'quvchilaringiz ham yaxshi bir tajribalar almashib kelishsin degan niyatdamiz. Xo'sh, biz esa qadrli teletomoshabinlar, dasturni yana bir sahifa orqali davom ettiramiz.